Do'stlar, barchaga salom. Ertalab uyg'onganingizda charchoq hissi bilan uyg'onasiz yoki yana uyqungiz keladi. Uyquga to'ymaganingizni his qilasiz. Ko'pchilikda bo'ladigan holat albatta. Va yana shunday motivatsion gaplarni ham eshitamiz. Ya'ni kim 8 soat uxlash bu hayotning 3dan 1 qismini yo'qotish va shunga o'xshagan gaplar. Yoki uxlamasdan, tinmasdan ishlash kerak va hokazo shunaqa gaplar. Ushbu videoda biz uyquning inson salomatligi va rivojlanishi uchun qanchalar muhimligini ilmiy asoslangan faktlar va ayrim kitoblarga asoslanib ko'rib chiqamiz. Ushbu videoda keltirilgan ko'pgina faktlar va ma'lumotlar Matthew Walkerning Why We Sleep kitobidan olingan bo'lib, yana shuningdek MIT va Harvard olimlarining maqolalaridan foydalanamiz. Barcha maqolalarga bo'lgan ссылкалар video pastida joylashtiriladi. Boshladik. Ko'pchilik uyquni bekorga vaqt sarflash deb o'ylaydi. Aslida esa uyqu faol fiziologik jarayon. 2013-yilda Rochester universiteti olimlari avval fanga noma'lum bo'lgan glimfatik sistema haqidagi faktlarni oshkor etishdi. Science jurnalida chop etilgan ushbu maqolada glimfatik sistema chuqur uyqu vaqtida miyani tozalovchi bir mexanizm sifatida tasvirlangan. Sodda qilib tushuntirganda, glimfatik sistema bu uyqu vaqtida, ya'ni aynan chuqur uyqu vaqtida miyangizda to'planadigan toksinlar, beta amiloid va tau oqsillarini tozalovchi bir tizim bo'lib, faqat chuqur uyqu vaqtida ishlaydi. Agar siz yaxshi uxlamasangiz, bu yillar davomida to'planadi va ko'pgina nevrologik kasallarga olib kelishi mumkin. Ayniqsa, qarilarda tez-tez uchrab turadigan Alzheimer kasali ham aynan shu bilan bog'liq. Bundan tashqari, uxlaganingizda har kecha sizning immun tizimingiz yangilanadi. Testosteron va o'sish gormonlari faollashadi. Mushaklar va to'qimalar tiklanadi. Bu ayniqsa sportzalga chiqadiganlar uchun juda ham muhim. O'rganilgan ma'lumotlar mustahkamlanadi. Harvard Medical School tadqiqotlariga ko'ra, uyqu vaqtida odamning miyasi kun davomida yig'ilgan barcha kerakli va keraksiz ma'lumotlarni arxivlaydi. Bu xotira uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega. Inson salomatligi va umuman rivojlanishi uchun uyquning naqadar muhimligi haqida biz ma'lumotlarni keltirib o'tdik. Endi Matthew Walkerning kitobidan ayrim ma'lumotlarni va faktlarni keltirib o'taman. Uning yozishicha, hech bir biologik jarayon uyqudan mustasno emas. Siz qandaydir muammoga duch kelsangiz, sabab uyqu yetishmasligi bo'lishi mumkin. Va bir necha shok faktlar. Uyqu yetishmasligi bilan bevosita bog'liq kasalliklar bular Alzheimer, saraton, diabet va yurak xastaligi. Bir kechada agar siz 5 soatdan kam uxlasangiz, saraton xavfi keskin oshadi. Uyqu qanchalar muhimligi va Walkerdan bir necha faktlarni va ma'lumotlarni birga ko'rib chiqdik. Endi yana bir afsona, yana bir mif haqida gaplashib o'tadigan bo'lsak, bu 6 soatlik uyqu. Ayrim insonlar men 6 soat uxlayman va o'zimni yaxshi his qilaman deb aytishadi. Aslida esa bu mif, bu afsona. Harvard doktori Josn Adusumillining ma'lumotlariga qaraganda, 12 kunlik 6 soatlik uyqu bu 1 kun umuman uxlamaganlikka teng. Ya'ni siz 12 kun davomida 6 soatdan uxlasangiz, bu xuddiki bir kun umuman uxlamaganchalik zarar keltirishi mumkin. Yana bir tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, 6 soatdan kam uxlagan odamning reaksiyasi, IQ darajasi mast odamniki bilan bir xil bo'lib qoladi. Eng yomoni bunda shunday holatda odam o'zini umuman normal his qiladi. Ya'ni odam o'zini charchaganini sezmay qo'yadi va bu eng yomoni shu. Faqatgina 1% insonda genetik mutatsiya bor va ular kamroq uxlab o'zlarini yaxshi his qilishlari mumkin. Boshqalar esa o'zlarini aldashadi. Albatta, faqat ko'proq uxlash bilan uyqu sifatini yaxshilab bo'lmaydi albatta. Uyqu sifatini yaxshilash bo'yicha ma'lumotlarni ko'rib chiqishimizdan oldin, keling avval uyqu sikllari haqidagi ma'lumotlarni ko'rib chiqsak. Uyqu sikllari ikkita NREM, non-repeat eye movement va REM, repeat eye movement sikllaridan iborat. Har bir sikl ana shu ikkita jarayondan iborat va 90 daqiqa davom etadi. Siz bir kunda, bir kechda uxlaganingizda bir necha marta shu sikllardan o'tasiz. Birinchisi bu NREM, ya'ni non-repeat eye movement jarayonida sizning tanangiz, fiziologik holatingiz, mushaklaringiz, suyaklaringiz, ichki organlaringiz regeneratsiyasi davom etadigan sikldir. Ikkinchisi esa repeat eye movement. Bu
miyani tozalaydigan, xotirani mustahkamlaydigan va emotsiyalarni boshqaradigan jarayon. REM fazasida siz tush ko'rasiz. Bu sizning miyangiz to'liq ishlashiga hissa qo'shadi. Tadqiqotlarga ko'ra, REM uyqusi innovatsion fikrlashning asosiy manbaidir. Bu fazani yo'qotganlar ijodiy fikrlashda keskin pasayishi boshdan kechirishadi. Keling endi uyqu sifatini yaxshilash haqida gaplashamiz. Albatta, faqatgina ko'p uxlash bilan uyqu sifatini yaxshilab bo'lmaydi. Uyqu sifatini buzadigan bir necha omillarni birinchi sanab o'tamiz. Birinchisi bu uxlashdan oldin telefonni kovlash. Ya'ni siz uxlashingizdan oldin, ya'ni uxlashingizdan 1 soat oldin telefonni kovlasangiz, bu uyqu sifatiga jiddiy ta'sir etadi. Qanday? Uxlashingizdan oldin telefonni kovlasangiz, telefon nuri sizning melatonin moddangizni 50% ga kamaytirib yuboradi. Melatonin moddasi bu uyquni keltiradigan bir gormon bo'lib, telefon ekrani inson organizmiga xuddiki bir quyosh nuridek ta'sir qiladi va organizm o'ylaydiki, hali kun botgani yo'q, hali kunduzi deb o'ylab, uyqu sifati keskin buziladi. Uyqu sifatini buzuvchi ikkinchi narsa bu albatta kofe. Kofening inson uyqusiga ta'siri haqidagi ma'lumotlar juda ham ko'p. Buni agar batafsil keyingi videolarda ko'rib chiqamiz. Lekin shuni aytish kerakki, kofe inson tanasidan 8 soat ichida chiqib ketadi. Bu degani siz uxlashingizdan oldin kamida 8-9 soat oldin kofe ichganingiz ma'qul. Uyqu sifatini buzadigan yana bir narsa bu spirtli ichimliklar. Ko'pchilikda shunday bir tasavvur bor. 50 gram ichib uxlasam, maza qilib uxlayman, uyqum baquvvat, kuchli uyqu bo'ladi. Aslida esa teskari jarayon. Buni olimlar aniqlashgan. O'sha Matthew Walkerning kitobida ham bu haqida ma'lumotlar yozilgan. Ya'ni kim spirtli ichimliklar ichib uxlaganda insonning uyqusi chuqurligi, ya'ni chuqur uyqu 40% ga kamayadi. Bu ham inobatga olinishi kerak albatta. Uyqu sifatini yaxshilash uchun. Uyqu sifatini buzadigan yana bir omil bu har kuni har xil vaqtda uxlash. Bir kun deylik 9 da, bir kun 12 da, bir kun 11 da, shunga o'xshash holatlar. Iloji boricha bir vaqtda uxlasangiz, organizm ham shunga moslashadi va uyqu sifati albatta yaxshi bo'ladi. Endi qilinishi kerak bo'lgan uyqu sifatini yaxshilaydigan omillarni sanab o'tadigan bo'lsak, birinchisi albatta bu har kuni bir vaqtda uxlash yoki uyg'onish. Ikkinchisi, xonangiz uxlagan paytingizda qorong'u va salqin bo'lishi kerak. Iloji boricha bu narsaga amal qilish kerak. Xona gradusi 16-20 gradus atrofida bo'lgani ma'qul. Aytib o'tganimdek, telefon ekranlaridan, umuman ekranlardan voz kechish kerak. Uxlashingizdan 1 soat oldin umuman telefon kovlamasdan, ekranlarga qaramasdan kitob o'qishganingiz ma'qul. Va yana bir qilinish kerak bo'lgan narsa bu kechki ovqatni iloji boricha oldinroq qilish. Ya'ni men buni bilmaganim to'g'risi, bu men uchun ham yangilik bo'lgan. Bu haqida yaqin o'tgan 2 yil oldin bildim. Ya'ni qanchalik kech ovqatlansangiz, bu uyqu sifatiga ta'sir qiladi. Men o'ylardimki, faqat kech ovqat yemaslikning sababi bu semirishga olib keladi deb o'ylardim, lekin aslida nafaqat semirtirishga olib kelar ekan, kech ovqatlanish bu uyqu sifatiga ham jiddiy ta'sir qilar ekan. Shuning uchun qanchalar oldinroq ovqatlansangiz, bu shunchalik yaxshi. Sizlar bilan ko'pgina ilmiy maqolalarni ko'rib chiqdik. Uyqu sifatini yaxshilaydigan, uyqu sifatini buzadigan omillarni ham birga sanab o'tdik. Albatta bularni amalda qilish juda ham qiyin, tan olish kerak. Ya'ni 1 soat oldin telefon kovlamaslik yoki kechasi ovqatlanmaslik, bir vaqtda yotib, bir vaqtda turish eng qiyini desa ham bo'ladi. Keling, men o'zimda qanday shu jarayonlar hozir ketayotganini sanab o'taman. Albatta menda ham ideal emas. Birinchisi, men amal qiladigan narsalardan biri bu kechki kofe. Ya'ni kofeni soat kunduzgi 3-4 dan keyin umuman tanovul qilmayman. Ikkinchisi ovqatlanish. Ovqatlanishda ham oxirgi 1 yilda ko'pincha shu narsaga amal qilyapman. Ya'ni kunduzgi mana 4-5 larda eng oxirgi kechki ovqatlanishim shu oxirgi 4-5 da tugallanadi. Undan keyin umuman ovqatlanmayman, faqat suv ichishim mumkin. Bu ikkinchisi. Uyqu vaqtiga keladigan bo'lsak, albatta bunga amal qilish juda ham qiyin. Men shunda faqat yo'qotyapman. Har doim har xil uyqu bo'lib qolyapti. Qanchalar harakat qilsam ham bir vaqtda uxlash menda o'xshamayapti.
Albatta aytib o'tganimdek, menda ideal uyqu emas. Ayrim hollarda 11 da ham uxlagan vaqtlarim bo'ladi yoki kofeni soat 5 larda ichishim mumkin yoki redki hollarda yoki kamdan kam holatlarda kechki ovqatni soat 7 da ovqatlanishim ham mumkin. Lekin men sizlar taqlid qilsangiz bo'ladigan umuman idol yoki misol sifatida uyqu sifatini yaxshilash bo'yicha misol sifatida ko'rib chiqishingiz mumkin bo'lgan bir inson haqida gapirib bermoqchiman. Bu Brian Johnson. Mana shu Brian Johnson uyqu bo'yicha taqlid qilsangiz bo'ladigan insonlardan biri. U bunga juda ham katta e'tibor beradi. Uning uxlash vaqti har kuni soat 8 da, ya'ni kechki soat 8 da uxlashga kiradi. Kuniga 8,5 soat uxlaydi. Uxlashdan oldin ya'ni taxminan necha soat? 7 soat, 8 soat umuman ovqatlanmaydi. Soat 11 da oxirgi ovqatini yeydi, shundan keyin esa umuman ovqat yemaydi. Va uning uyqu sifatini doim va o'zining uyqu sifatini doim nazorat qilib boradi. Xona harorati va NREM uyqu sikllarini kompyuter nazorat qiladi. Mana shu insonga uxlash bo'yicha taqlid qilsangiz bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, Brian Johnson o'z sog'lig'iga juda ham katta e'tibor beradigan insonlardan biri. Uning biologik yoshi bizning asl yoshidan 8 yoshga pastroq, ya'ni u hozir 45 yoshda bo'lsa, uning tanasi olimlar ko'rib chiqqanda 37 yoshli insonning tanasidek. Bafurcha ko'rib chiqadigan bo'lsak, uning yuragi 18 yoshli insonning yuragidek, o'pkasi 28 yoshli insonnikidek va miyasi 37 yoshli insonnikidek. Men Brian Johnsondan o'rganganim o'zimga va hayotimga tatbiq qiladigan narsam bu kechki ovqatni oldinroq surganim. Ya'ni 4-5 da kechki ovqatni tugataman va undan keyin ovqatlanmaslikka harakat qilaman. Lekin qolganini hozircha hayotimda tatbiq qila olmayapman. Lekin unchalik bo'la olmasam ham baribir hech bo'lmasa u qilayotgan uyqu sifatini yaxshilash bo'yicha qilayotgan ishlarni 50-60% ni albatta o'z hayotimda tatbiq qilish rejam bor. Do'stlar, albatta sizlar bu videoni ko'ryapsizmi? Demak, siz o'z sog'lig'ingizga befarq inson emassiz. Uyquni jiddiy qabul qilasizmi yoki tanangizni o'ldirishda davom etasizmi? Tanlov o'z qo'lingizda. Ertadan boshlab yoki umuman bugundan boshlab hayotingizni o'zgartirish uchun birinchi qadam bu uyqu sifatini yaxshilash bo'lsin. 8 soat uxlang. Uxlashdan oldin telefon qo'llamang. Salqin va qorong'u xonada uxlang. Uxlashdan oldin ovqatlanishni bas qiling. Va buning uchun tanangiz va miyangiz sizga rahmat aytadi. Do'stlar, bu video sizlarga foydali bo'ldi degan umiddaman. Izohlarda bu video bo'yicha o'z fikrlaringizni qoldiring. Bu videoni kam uxlaydigan do'stlaringiz bilan ulashing va ularning sog'lig'iga ham befarq bo'lmang. Aytgancha, kanalga obuna bo'lishni ham unutmang. Keyingi sonlarda ko'rishguncha